To'g'ri, o'qish kerak, o'rganish kerak, lekin yoshlikda ko'proq maza qilib olish kerak. Bu yillar boshqa qaytib kelmaydi degan odam sizga eng katta dushman bo'ladi. O'zimni olib qarasangiz, Alloh yordam berib, o'z kuchi bilan katta narsalarga erishib olgan odamlarni hech qaysi hech qachon sizga bu gapni aytmaydi. Yoshligingda maza qilib ol. Yo'q. Men sizga aytaman, yoshlikda maza qilish kerak emas. Yoshlikda qiynalish kerak. Endi men qiynalish kerak. Qanaqa qiynalish? O'qish, o'z ustida ishlash, ingliz tilini o'rganish va eng muhimi Allohni tanish va uni diniga rioya qilish. Birodar, menga ishoning, ulg'ayganingizda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, siz bo'yningizga baribir yuklanadigan mas'uliyatlarni oldida bu qiyinchiliklar yosh bola qub o'ynab o'tirganiga o'xshab qoladi. Rosti kasm qiyinchilik nima bilasizmi? Katta bo'lib ota-onadan qarz so'rash. Xotiningiz majburligidan, sizni pulingiz yetmayotganidan boshqa erkakning oldida "Xo'p bo'ladi xo'jayin" deb ishlab yurishi, farzandingiz sizga qarab uyalishi. Har kuni kechqurun uxlashga yotayotganingizda boshqa qaytib kelmaydigan yoshligimda o'qib olsam bo'lmasmidi, qiynalib ketdim-ku degan fikr sizni ichingizdan yemirib kelishi. Mana shu qiyinchilik. Siz birodar, qachon maza qilishni tanlaysiz? Yoshligingizda maza qilib olib, keyin depressiya, mashaqqat, stress bo'lishini yoki hozir qiynalib, keyinchalik Allohning iznidan maza qilib yashashni? O'zingiz bilasiz-ku. Ingliz tilini o'rganing. Barakallohu fikum.